Assalomu alaykum do'stlar. Finanx loyihamiz bo'yicha oxirgi video qo'yganimizga 2 hafta bo'libdi. Mana shu o'tgan vaqt davomida nima ishlar qilganimizni siz bilan bo'lishmoqchiman. O'tgan 2 haftada biz asosan ikkita narsa ustida ishladik. Birinchisi, oldingi videoda ko'rsatilgan aksiya sahifasini yaratishni endi sayt ko'rinishiga keltirish ustida ishlagan bo'lsak, ikkinchisi bu olayotgan datamizni qanchalik darajada to'g'ri kelyapti, to'liq va sifatli ekanligini tekshirib, ko'rsatkichlarni hisoblab, o'sha 1 dan 10 gacha bo'lgan balli tizimda baholashimizga qanchalik mos kelyapti, to'g'ri ma'lumotlarni ko'rsatyapti, ana shularni ustida ishladik. Va mana shu ikkita narsaga hozir birma-bir to'xtalmoqchiman. Birinchi navbatda saytni finranx.com saytida aksiya sahifasini ochganingizda hozirda qanday holatda ekanligini ilk ko'rinishni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana birinchi Figmani dizayniga qaraydigan bo'lsak, Figmada ko'rsatilgani kabi hozir mana ilk ko'rinishni saytda ko'rishimiz mumkin. Demak, bu finranx.com sayti beta holatida ishlayotgani, tepada menyular joylashgan. Menyularni hali to'ldirganimiz yo'q. Asosiy e'tiborimiz mana shu aksiya sahifasini yaratib, bu yerda Finranx o'zini ballarini chiqarish bo'ldi. Va hozir mana Tesla aksiyasi misolida buni ko'rib turibmiz. Bu watchlist tugmasi bo'ladi, yaqindan kuzatib borishga va aksiyani narxi so'nggi kun necha foizga, necha dollarga tushgani bu yerda ko'rsatilgan va endi mana bu yerda birinchi aksiya sahifasida kompaniya haqida ma'lumot. O'zi bu kompaniya nima bilan shug'ullanadi, qanaqa daromad manbalari bor va bu yerda kompaniyani ijrochi direktori kim, qaysi mamlakatda joylashgan, qachon IPO ga chiqqan va o'ng tomonda revenue chartda bu yerda nimadan daromad qiladi. Masalan, Tesla'ni ko'radigan bo'lsak, avtomobil sotishdan eng ko'p daromad, ya'ni 82,5% daromadi avtomobil sotishdan kelmoqda. Undan keyingisi bo'lsa turli xizmatlar ko'rsatish. Energiya, o'sha qayta tiklanish energiyasi bilan ham shug'ullanadi. Bu bo'yicha bo'lsa 3-chi. Mana shunday tartibda har bir kompaniyani dastlab o'zi qanaqa kompaniya ekanligi, daromadi nimadan kelishini bilib olganimizdan keyin pastki qismida mana overviewda bu yerda aksiyani asosiy ma'lumotlari, ya'ni 52 haftada 1 yil ichida eng yuqori quyi narxi, savdo hajmi, beta ko'rsatkichi, PE baholanish ko'rsatkichi, bozor kapitallashuvi, dividendi bo'yicha sanoati sektori va boshqa ma'lumotlar bu yerda ko'rsatilgan. Endi albatta ko'rinishi hozir to'g'rilanishi kerak bo'lgan joylari ko'p. Masalan, mana bu yerda market capda to'liq raqamligicha yozib qo'yilgan. Biz buni qisqartirib milliard ko'rinishiga keltirib qo'yamiz. O'ng tomonda bo'lsa chart. Chartda menimcha Trading View ishlatganlar buni ko'rib turibdi. Trading View bilan ulangan bu. Ya'ni bevosita mana shu yerda texnik tahlillarni qilib, chartni ko'rib, grafikni ko'rib, Trading Viewda qanday ishlagan bo'lsangiz, bu yerda ham xuddi o'shanday ishlab, o'sha narxni o'zgarishini ko'rishingiz mumkin. Va undan keyin eng o'sha muhim joyi mana Finranx score, ya'ni Finranx ballari, mana shu 8 ta tomonlama aniqlangan holda buni ko'rinishi. Demak, biz asosiy e'tiborimiz hozir turli dizayn yoki turli qulayliklardan e'tibor bermasdan asosiy e'tiborimiz mana shu eng kerakli ballni to'g'ri hisoblab chiqarishga qaratilgan. Mana video boshida aytdim, ikkita narsa ustida ishladik. Birinchisi bu sayt ko'rinishiga keltirish bo'lsa, ikkinchisi bu datani kelishi. Datani kelishi deganda nima? Aksiyani mana bu hozir ko'rib turgan savdo hajmi, beta yoki moliyaviy hisobotlar, mana shu turli ma'lumot ko'rsatkichlarini ta'minlaydigan, ya'ni sotadigan data providerlar bor. Biz ana shu data providerlarni tekshirib chiqdik. Qaysi biridan foydalansak bo'ladi, qaysi biri birjadan to'g'ri ma'lumotlarni sifatli va arzon yetkazib beradi. Ana shu data providerlar ichidan bittasini tanlab olib, undagi kelayotgan ma'lumotlarni tekshirib chiqib, xato kamchiliklarni, umuman mana shu bizga kerakli ma'lumotlar u yerda bor yo'qligini tekshirib chiqib, ana undan keyin bu ballarni hisoblab chiqdik. Va bu yerda mana ko'rishimiz mumkin, moliyaviy sog'lomligi, rentabelligi, samaradorligi, o'sish
kelgusi kutilmalari, baholanishi, dividendi va iqtisodiy ustunligi bo'yicha bu yerda ballar keltirilgan va buni vizualniy yana ham yaxshiroq ko'rish uchun mana bunday oktagon deymiz. Oktagon qachon oktagon bo'ladi? Hamma tomonlama agar 10 ball oladigan bo'lsa, siz bilgan oktagon ko'rinishiga keladi, lekin hozir ham 8 ta qirrasi bo'lgan figura oktagon deb ataladi. O'shaning uchun buni oktagon ko'rinishida mana shunday ko'rish. Va bu yerda har bir ball, misol uchun mana financial strength da ko'rsataman, eng muhim ko'rsatkichlar olingan, ya'ni joriy nisbat, tez nisbat, debt to equity, debt to asset, interest coverage. Bundan boshqa ko'rsatkichlar ham bor. Eng asosiylarini mana shu yerda jadval ko'rinishida ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda kompaniyani ko'rsatkichini ham va sanoatning o'rtachasini ham ko'rishingiz mumkin. So'nggi 5 yillikdagi o'zgarishni ko'rishingiz mumkin va shunga asoslangan holda bu yerda ball beriladi. Va mana shu berilgan ballarni o'rtachasi hisoblanib bu yerda ko'rsatiladi. Demak, bu har bir ball bo'yicha pastda xudo xolasa hisob-kitoblar hammasi bu yerda ko'rinib turadi. Endi yana bitta boshqa aksiyani ko'rsatsam, bu ana Apple ni ko'ramiz. Apple kompaniyasining aksiyasi. Bunda ham xuddi shunday tartibda kompaniya haqida ma'lumot. Bu yerda yana qo'shimcha o'sha kompaniyaning ma'lumotlari. Endi bu joyni yana bir o'ylab ko'ramiz, chunki bu yerda ochiq joy anchagina turibdi. Buni saytni to'g'rilayotganimizda ko'rib ketib, balki bu joydan optimalroq boshqa funksiyalarni qo'yib foydalanamiz. Mana o'ng tomonida Apple kompaniyasining daromad manbalari eng kattasi mana 52% iPhone dan keladi. Undan keyin servis, undan keyin turli xil o'sha qurilmalar va kompyuterlar va iPad. Mana shunday tartibda bu yerda ham mana nimalarni ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda mana xususan Apple ni ko'radigan bo'lsak, rentabellik bilan samaradorlik ko'rsatkichlari juda ham yuqori. Buni sababini mana bu yerda ochib tekshirib ketsak ham bo'ladi. Mana e'tibor bering, ROI va ROA ko'rsatkichlari juda ham baland. Bu samaradorlik ko'rsatkichlari, shuning uchun ham bizda 10 ball turibdi. Va rentabellik ko'rsatkichlari, marjasi Apple dunyodagi rentabelligi eng yuqori bo'lgan kompaniyalardan biri hisoblanadi va mana profit marjasi 24% dan baland. Shuning uchun ham bu yerda 10 ball turibdi. Endi growthda nima uchun 4.3? Buni ham hozir mana ochib ko'rsataman. Ya'ni kompaniyani daromadlarini o'sib kelishi juda ham baland emas. Mana so'nggi 4 yillikni ko'radigan bo'lsak, 2% atrofida o'sib, 1 yil tushgan. Choraklik bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham juda ham unaqa baland emas. Daromadini o'sishi, bu yoqda EPS'ini o'sishi, mana minusga kirgan yillari, choraklari ham bor. Shuning uchun bu o'rtachani olgan hisoblagan holda growthga 4.3 ball bermoqda. Va bizda boshqa saytlarda topishingiz qiyin bo'lgan yana bitta ma'lumotni qo'shamiz. Economic mode bu raqamlarda ko'rinmaydigan kompaniyaning ustunligi. Ya'ni mana hozir Apple'da 8.6 bu juda ham yuqori ball. Bu nima degani? Bu kompaniya, Apple'ni hamma biladi, brendi juda ham kuchli va uni iste'molchilari bunga juda ham sodiq va hokazo. Mana shu patentlari, litsenziyalari, nomoddiy aktivlari, brendini kuchi, taniqliligi, sanoatdagi ulushi va hokazo ma'lumotlarni jamlagan holda bu o'sha o'rtacha ko'rinadigan ball. Xullas do'stlar, mana shu aksiya sahifasida eng asosiy mana shu joyini mana dastlabki ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Buni albatta to'g'rilaydigan, yana ham chiroyliroq qiladigan, yana ham qulayroq qiladigan kamchiliklari albatta bor. Shunday bo'lsa-da, sizlar bilan hozirgacha mana shu ko'rinishga kelganini bo'lishmoqchi edim va albatta data biz uchun juda ham muhim, o'sha sifatli kelishi. Shuning uchun har bir formulani mana bu bizning asosiy, demak, hozircha asosiy funksiyamiz mana shu Finranks ballari va bu ballarni to'g'ri hisoblanishi, formulalar
to'g'ri o'sha joylashtirilishi, datalar to'g'ri kelishi hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Shuning uchun hozir asosiy fokusimiz mana shunda bo'lib turibdi. Inshaalloh keyingi videolarda yana boshqa jarayonlarni, boshqa qismlarni ko'rsatib o'taman. E'tiboringlar uchun rahmat. Savollar bo'lsa, fikr, takliflar bo'lsa, kutib qolamiz. Izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling.